Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi, hemmimizning xazinesi. İlmekteki i bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. İ'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol ishik. İ'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol idish. İ'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol gilas. İ'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol she'r. İ'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol tikchi. İ'ning ayrim shakli. Misol yazdi. İ'ning oyog'idan ulinadigan shakli. İ'ning ayrim shakli. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Ishik i harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. İdish i harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Gilas i harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. She'r i harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Tikchi i harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Yazdi i harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. I harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. I harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar.
is, i, şi, eşi, a, ti, si, atsi, it, at, ni, atni, a, ni, si, anısı, iş, ya, sın, yasın, i, ni, si, inisi, ittifaqlıq güc. 1, 2, 3 ittifaqlıq güc. Çeylep yencimiz, düşman gelse duç. Derslerimiz Türk dili, İngiliz dili, Rus dili, German dili, Uyghur dili grammatiksi, Xitay dili, matematika, balalar ana dili, balalar İngiliz dili. Başlangıç seviye, ulu seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati